No dialogue, no visit. Yevropadagi har qaysi davlatlardan kelgan yuzlagan Uyg'ur namoyishchi, lager shohidlari, parlament a'zolari, Uyg'ur, Tibet va Hong Kong tashkilotlarining vakillari 13 may Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvadagi binosi oldida axborot yig'ini va namoyish o'tkazib, yaqinda Uyg'ur elini ziyorat qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletga chaqiriq qilgan. We would subject to worst form of treatment possible. Each Uyghur assembly here today would have been detained. Chaqiriqda Michelle Bacheletni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissariyatining o'tgan yil tayyorlab hozirga qadar e'lon qilmagan Xinjiang dokladini e'lon qilishi, uning yaqinda elib boradigan Sharq Turkiston ziyoratida lagerlarni tekshirishi, shundaqla ziyoratdan burun Uyg'urlarning vakillari bilan ko'rishishni talab qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining planlashi Yevropadagi har qaysi tashkilotlarning qo'llashida o'tkazilgan bu axborot yig'ini va namoyishda tashkilot vakillari, parlament a'zolari, lager shohidlari so'zga chiqqan. Shundaqla Uyg'ur tashkilotlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarining ishxonasiga xat topshirib, uning Uyg'ur elida elib boradigan ziyoratining ishonchli bo'lishiga doir talablarini bildirgan. Namoyishda lager shohidi Qalbinur Sidiq so'zga chiqib, Bacheletning Uyg'urlar haqidagi dokladini darhol e'lon qilishi, uning Sharq Turkistonga borganda lagerlarni tekshirishni talab qilgan. U mundaq degan: Bachelet xonimning Sharqiy Turkistonga ziyoratga berishdan burun Uyg'urlar haqida yozgan shu dokladini e'lon qilishini chin dilimizdan umid qilamiz. Ham bizniki 5 lager shohidligi umidi ham orzusi shuki, Bachelet xonim Sharq Turkistonga borgan vaqtida Xitoyning tayyorlab bergan sektisini Xitoyning ko'rsatgan joyida emas, balki lager shohidlari yetib turgan, ham shu joyda ko'zini ko'rgan joylarni ko'rishini, ziyorat qilishini, qaytib kelgandan keyin butun dunyoga Xitoyning abtibashini ichishini chin dilimizdan umid qilamiz. O'tgan hafta dunyodagi 200 dan ortiq tashkilot chaqiriq e'lon qilib, Bacheletning Uyg'ur elida elib boradigan ziyorati eng aqalliy shartlarni hozirlamaganligi tufayli kechiktirilishini talab qilgan. 13 may Janvada elib berilgan cho'ng ko'lamlik bu namoyish Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarining Uyg'ur eli ziyoratiga ko'langi tushgan bir sharoitda o'tkazilgan.